Barchaga assalomu alaykum. Bizni YouTube'dan tomosha qilayotgan hurmatli mijozlarimiz, uzr, bugun o'zimman noodatiroq video bo'ladi va boshidan aytib qo'yib, bu texnikalarni biz o'zimiz sotganimiz yo'q. Narxi qancha deb so'ramanglar, haqorat qilmanglar iltimos. Bu texnikalarni bizni logistik kompaniyamiz bor. Buni har doim aytamiz. RTHS logistik kompaniyasi, ya'ni Koreyadan, Janubiy Koreyadan butun dunyo bo'ylab texnika, avtomobil va har qanday yukni yetkazib beradi. Shu bizni logistik kompaniyamiz orqali boshqa bir insonlar o'zlarining texnikalarini yuboryapti. Ya'ni biz o'zimizga faqatgina yo'l kira xizmatini olamiz xolos. Yo'l kira va xizmatimizni olamiz dokumentlari uchun. Shuning uchun bu texnikalarning narxini misol uchun men bilmayman. Hozir bu yerda 4 ta texnika bor, jami 3 ta 140 talik Volvo va bitta 145 talik Volvo. Ikkitasi Namangan viloyatiga, ikkitasi Samarqand viloyatiga jo'nab ketadi bugun xudo xolasa. Va sizlarga bugun hozir videoning davomida shu texnikalarni qisqa ko'rsataman. Mana shu kelayotgan kema bizning kemamiz bo'ladi. Xudo xolasa Xitoydan mana Janubiy Koreya Incheon portiga kirib kelyapti. Va birozdan keyin bu texnikalarimiz aynan shu kemaga yuklanib Xitoy, Qirg'iziston hamda Andijon viloyatiga kirib boradi. Qarshilarda 4 ta texnika, 3 ta 140 talik Volvo hamda bitta 145 talik Hyundai texnikalarimiz. Samarqand viloyatiga chiqib ketayotgan texnikada mana 140 talik Volvo komplektida qisqichi, bitta o'zini katta kovushi va mana bunaqa qisqichi ham bor ekan. Nima deydi? To'g'risi bilmadim. Eslamadim hozir. Keyingi 140 talik Volvo, bu ham Samarqandga. Ana holatlari. Bunda ham bitta qisqich, bitta kovush ekan xolos. Boshqa narsasi yo'q. 360 ham yo'q. Atboynik yoki yonida qo'shimcha kovushlari ham yo'q. Keyingisida esa mana Hyundai 145 talik. Hyundai 145 talikda bu Namangan viloyatiga ketyapti. Bunda qisqich, atboynik. Bu anaqa ko'taradigan edi. Komplektida shu narsalari bor ekan. Va so'nggi 140 talik Volvo, bu ham Namanganga chiqib ketyapti. Buni komplektida 3 ta kovush va qisqich, 360 yo'q. Shu tariqa bugun 4 ta texnika O'zbekiston Respublikasiga, Samarqand hamda Namangan viloyatlariga yo'l olyapti. Agar siz ham bizni ya'ni logistika xizmatimizdan foydalanmoqchi bo'lsangiz, ya'ni sizda texnika bor, yuborish kerak, ya'ni O'zbekistonga yoki Rossiyaga yoki Qozog'istonga, Qirg'izistonga, umuman qaysi davlatga bo'lishidan qat'iy nazar Janubiy Koreyadan yuborishingiz kerak. Yoki avtomobil bor yoki boshqa bir yuk bor, texnika bor, yubormoqchi bo'lsangiz, bizni logistik kompaniyamizdan foydalansangiz bo'ladi. Uning uchun mana quyidagi telefon raqamlariga bog'laning, biz bilan gaplashing. Sizga biz batafsil ma'lumot beramiz. Yo'l kira xizmati, dokumentlari qanaqa bo'ladi va qolgan masalalar bo'yicha.